ochilib yopilganda mana bundamini beradi, ko'rasizlar. Biz o'zimiz yetib kelib olganmiz. Hali Isuzu yetib kelmadi. Kecha kelishgan ekan. Prosta ozgina ushlanib qolishdi. Hozir kichkina eshik bu yo'lga o'rnaydi chiroyli holatda. Bizda hech bunaqasi bo'lmagan. Surxondaryoda haqiqatan mehmondo'st odamlar hammalari biz kelganimizga mana qo'y so'yib yubordilar. Kichkina qo'zichoq. Aka, serios so'ydingizmi hozir? Gap bo'lishi mumkin bo'lsa. Hozir bu tomonni eshigini временно yopib qo'yishgan ekan, buzib tayyor qilib qo'yildi. Eshik o'rnaydi, bu faqat peshahod uchun. Bu yoqda peshahod qatnashish uchun uyga rosa qulay qilishgan, bu yoqda garaj uchun katta darvoza. Xudo xolasa mana mashinamiz yetib keldi. Hozir yuklarimizni tushiramiz, ikkita obyektga tushadi. Tarqatib uстановkani boshlab yuboramiz. Ana Samarqand fasondagi full variantdagi darvozalar. Bularniki ham bir xil, kichkina eshiklari ham bor. Bu yoqda o'rtoqlarning ham darvozalari kelgan. Hammasini hozir akkuratli holatda tushirib olamiz. Ehtiyot bo'lib tushirib olamiz bolalar. Ko'pchilik kerak bizga. Darvozalar og'ir, polus full variantda qilingan, ichi shumkali 3 qavatli ishlatilgan. Hozir chiroyli qilib akalar bilan tushirib olamiz. Podesha qilasizlar aka. Mana polnusni ajratib, alohida Shuhrat ustamiz qilgan, buni ajratganmiz. Bu yoqda kichkina kalitka, upakovka, boshqa joyga ketadigan darvoza bor. Bir-biriga qotirilgan darvozalar hech qanaqa chizilib qirilmaydi. Mana hozir shuruflardan yechib, alohida tushirib olamiz. Ranglari ham temniy holatda qilingan. Darvozaning orqa tomoni tekis, gladki, ichi polnusni shumka qilingan. Polnusni qalin material ishlatilgan, ideal holatda bo'lgan. Hozir tushiramiz, jarayonni kuzatib turinglar. Hozir bir xilda hammamiz ushlab, sekin asta tushirib olamiz. Ehtiyot bo'linglar, qo'linglarni kesish mumkin chekkalar. Mana hozir yuqoridagi qosh qismini ham oldik. Yondagi tumbalar ham tushdi. Akalardan Xudo rozi bo'lsin, mana yordam berishyapti, uyda ustalar bor ekan, bizga juda yaxshi bo'ldi. Xo'p, bitta darvozamizning ikkita yondagi qismi, yuqorisidagi qoshi, bu ikkinchi darvozamizning ikkita yondagi tumba qismi. Hozirgi bu holat havas qilsa arziydi, sababi ikkita o'rtoq salondan mashina olib minishyapti. Ikkita o'rtoq birgalikda umraga borishyapti. Bular birgalikda bir xilda darvoza zakaz qilishgan. Juda havas qildi. Oqibatlari ko'z tegmasdi. Eng qizig'i, Rossiyada ham birga ishlashar ekan bular. Safarda ham birga bo'ldik, darvozalar, uy dizayni ham hammasi bir xil deyishgan. Havas qilganlar bitta like bosib qo'yinglar, hammani yetqisi. Mana hozir ikkinchi darvozamiz yuqori qismini tushiryapmiz. Orqalari ham polnusi bo'yalgan, qo'shimcha anaqa tortqilar berib qo'yilgan, vremenniga uni olib tashlaymiz hozir. Eshigimizni butunicha olib kelganmiz, mana silikon holatda tushiramiz. Mana yuqoridan tushirib oldik, xudo xolasa. Eshikni qaranglar, videoga baho berasizlar, tovlanishini qaranglar. Xuddi zavoddan butunicha kelgandek ko'rinadi, ko'rinishi. Ideal holatda bo'lgan. Bo'ldi, mana chetroq turib tursin, qolganini ham tushirib olamiz. Bo'ldi, joylashdi. Gap yo'q. Hozir mana qanot ikkitasi bu yoqqa tushadi, keyingisi keyingi obyektga ketadi. Kichkina eshigini ham sug'urib oldik, sababi yuk yengilroq bo'ladi shunda. Keyin olishaverasizlar. Yo'q, uстановkada kiygizib olamiz yana joyiga. Ehtiyot bo'linglar. Mana orqalari polnus shumkali, tekis holatda. Bu fasonni birinchi o'zim chiqazganman. Hamma bir xilda 1-2-3 ga suramiz akalar. Ha, 1-2-3. O'zi shu tomonning qanotini mana joyiga qo'yib oldik. Hozir ramkani xotirgandan keyin ilib qo'ysak bo'ldi. Surxondaryoga mana ko'chaga darvozalarimizni, nalichkalarni yoyib tashladik. Hamma joyda Samarqand fason bo'lib ketdi. Hozir buni keyingi obyektga yuklab olamiz, qaytarib, tumbalari bu yoqqa tushirilgan. Xudo xolasa, juda go'zal chiqdi darvoza. Egalari ham xursand bo'lishyapti. Xudo xolasa mana cho'tki qilib joyiga joylashtirdik. Kichkina eshigimiz o'rnadi hisob. Hozirgina bitta ikkita ishlari qoldi mayda shuyda. Zamok uстановка qilishyapti bolalar, joyiga plotni tushdi. Xuddi shu joyda o'zida yasalgandek bo'ldi. Qaranglar, yonida hech qanaqa zazorlar qolmagan. Charchamayapsizlarmi? Orqasi plotli bo'ldi. Hozir ularni yonga mo'shli qilib qoqib, svarkalab tashlaganmiz, baquvvat holatda. Hech qanaqa qimirlamaydi. Orqasi polnus shumkali. Hech qanaqa shum bo'lmaydi. Biz yondorga promoy qanot yasaganmiz, ochilish o'rtada arka holatda qoldirilgan. O'ziga yarashgan holatda bo'ldi. Razmeri ham qolipday bo'ldi. Tumbalarga ahamiyat berasizlar. Ideal holatda trubani ustiga nakat bilan jihozlaganmiz, polus kalsolar qo'yilgan. Tilla ranglari ham nejli holatda berilgan, ortiqcha sarg'aytirib tashalmagan. O'rtadagi gullari ham mana o'ziga yarashgan.
Darvozamiz mana zborkasi tayyor bo'ldi. Kraskalarni polностью petnolarga sepib qo'ydik. Bu burchaklarni biz ortiqcha chaqlab o'tirmaymiz, chunki quvvat yo'qoladi, balerka tosh bormaydi. Bizga asosiy baquvvat bo'lish kerak. Hozir zborkasi tayyor bo'ldi. Joyiga tiklab, qanotlarni ilamiz, qotirib egalariga topshiramiz. Xudo xolasa bismillah deb birgalikda ko'taramiz. Katta narsa, mas'uliyati bizni yelkamizda turadi. Ehtiyot bo'lgan holatda akalar bir xilda ushlaymiz. Bir-biringlarga qarab, Karimboy nazoratni o'zing olgin. Bismillahirrohmanirrohim. Hadi bismillah. Bir xilda oldiga yuramiz. Sekin asta boramiz, patologga tegmasin. Davay, polностью tiklaylar. Tiklaganda bilinadi, buni kattaligi. Ko'p ko'tarmaymiz, patologga tegadi. Ozgina ko'taramiz. Pastga arqon qo'yib olamiz, qulayroq bo'ladi. Shunda belga nagruska kelmaydi. Yaxshi ko'pchiligimiz qiynalganimiz yo'q. Ehtiyot bo'ling. Xudomni qaranglar. Ko'pchilik bo'lsa oson bo'ladi biz ishimiz. Sekin patologga tegadi, ehtiyot bo'linglar. Hop, yaxshi. Past qara, past. Tepani suringlar ko'cha tomonga. Hop, yaxshi, tushdi. Bitta ko'ringlar, bitta. Endi vaqti bo'lmay, ha, bitta malabesman. Surxondaryo binoda eshigimiz, darvozamizni o'rnatdik, birinchi marta yopamiz. Yaxshilikka xizmat qilsin. Xudo xolasa joyiga chiroyli tushdi. Bitta nastroyka ishlari bor. Zamokni o'rnatib, cho'tki qilamiz. Ochilib yopilganda mali bundamini beradi, ko'rasizlar. Mana darvozamizni o'rnatib bo'ldik, egalariga topshiryapmiz. Bitta ochib yopib ko'ring aka. Buni yaxshilab. Biz oldimizda tekshirib, qarab ko'rib oling. Mana ochildi, darvozamizni ochsak o'sha joyda qoladi. Endi bitta bekitib ko'rib oling aka. Bitta qo'lda surasiz, polностью burang, yana burang. Ha, bo'ldi. Luft yo'q hech qanaqa. Eshik ochilib yopilishlari yumshoq. Hozir mana chizilgan, qirilgan joylarni bir qator kraskalarga qaraymiz. Ustanovka shu bilan yakunlanadi. Egalariga kaltini topshiramiz. Mana hech qanaqa nagruskasiz yopiladi. Yumshoqqina ochiladi. Darvoza joyiga chiroyli tushdi, egalariga buyursa, faqat yaxshilikka xizmat qilsin. Bizga shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana orqa tomoni tekis holatda bo'ldi. O'zim ham bitta ochib yopib ko'rsatib beraman, mana bitta qo'limda ochiladi. Mana shu holatda qoladi. Ochilib yopilib ketmaydi. Bu darvoza rovno o'rnaganini bildiradi. Mana yopishni ham ko'ringlar. Bitta qo'lda burayimiz bekildi. Aka buyursin darvoza. Yaxshilikka xizmat qilsin. Bizga shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, darvoza ochamiz, ishlarni ideal holatda bitirib beramiz.